Davriy sikada. U daraxtning shirin shirasi bilan oziqlanadi. Har bahor kelib shirin ko'tarilganda u yana bir yil o'tganini sezadi. U 17 yil avval yer ostiga kirib ketgan edi. Endi esa u uzoq kutilgan lahza uchun yer yuzasiga yo'l ochib chiqdi. Yer ustida u juda himoyasiz, ammo u chiqish vaqtini mukammal aniqlagan. Xavfsizlik son ko'pligida milliardlab sikadalar 17 yillik hayot siklini bir vaqtda yakunlab, sinxron tarzda yer yuziga chiqadi. Go'yo zombi to'dasidek ular bir paytda bosh ko'taradi. Yer yuzida xavfsiz balandlikka ko'tarilgach, ular qayta tirilishning navbatdagi bosqichini boshlaydi. Bu katta hasharot shakliga o'tishdagi g'ayrioddiy va dahshatli metamorfoza. 17 yildan so'ng birinchi dastlabki tong xuddi benzinli arra ovozi kabi sikadalar xori bilan otadi. Boshqa hayvonlar esa nima bo'lganini ham tushunmay qoladi. Chunki bu hasharotlar oxirgi marta paydo bo'lgan vaqtda ularning aksariyati hali tug'ilmagan edi. Agar ular bunchalik mazali bo'lmaganda, bu manzara qo'rqinchli bo'lar edi. Keyingi bir necha hafta davomida bu ziyofat deyarli barcha jonivorlar uchun go'sht manbaiga aylanadi. Ammo yarim gektarga yaqin maydon millionlab sikadalar bilan to'ladi. Shuning uchun qushlar va yirtqichlar ularni yesa ham soni sezilarli darajada kamaymaydi. Shunday qilib, sikadalar nihoyat o'z hayotiy maqsadiga erishadi. Ular juftlashadi, urg'ochilar esa tuxum qo'yadi. Bu ularning so'nggi vazifasi. Bir necha hafta ichida esa faqat qobiqlargina qoladi. Bu tabiatning yer osti tarmoqlariga hayot bag'ishlaydigan ulkan miqdordagi o'g'itdir.